Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Amerika Uyğur məcburi əmgəkidən faydalanıb işləp çıxarılğan bir türküm mallarni təminləş zənciridən çıxırıb taşlab, Xitayga qarata yeni tədbir qollandı. 24 iyun Aqsaray Amerika hökumətinin məcburi əmgəkə qarşı turuş meydanını hərəkətə aylandırılğan bir qatar cəzaları haqqında təfsilatlarni e'lon qildi. Bu cəza Amerika Dövlət Bexatarlik Ministerligi, Amerika Tamujna və Chegara qoğdaş, Savdo Ministerligi və Əmgək Ministerligiga çetiladi. Bu tədbirlər təfsili tushuntirilgan materialda Sharq Turkistondagi məcburi əmgək insoniy qadr-qimmatga haqorat, Xitoyning haqsiz iqtisodiy qilmishi. Bu yana korxonalarni, ishchi xizmatchilarni ekspluatatsiya qilish va maoshni sun'iy usulda besish orqali raqobatchilardan ustunlikka erishishga yo'l qo'ydi. Amerika korxonalari va ishchilari barobar bo'lmagan maydonda raqobatlashdi deb ayblandi va Xitoyning Sharq Turkistonda majburiy emgak qo'llanishi, uning Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarga qartilgan sistemalik ziyonkashligining muhim bir qismi. Bu yangi jazo yana Amerika hukumati tomonidan amerikalik ishchilarga naf yetkazadigan tadbir bo'lib, Xitoyning majburiy emgak odati amerikaliklarning qimmat qarashiga zid deyildi. Bu harakat Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish jarayonida majburiy emgakni qo'llangan shirkatlar ishlab chiqargan silsilani asos qilgan mahsulotlar, pomidor, paxtaning Amerikaning ta'minlash zanjiriga kirishini cheklaydi. Buningga qarata Xitoy diplomatiya ministerligining bayonotchisi Javlijan Amerika yangi yo'lga qo'ygan jazoning yolg'onchilik va dezinfeksiyani asos qilganligini o'ttirib qo'yib, Xitoyning qat'iy qarshi turib buningga yo'l qo'ymaydiganligini, Amerikani kishilik huquqni bahona qilib, atalmish Şinjanning muqimligi va sanoat taraqqiyotiga ta'sir yetkazib, Xitoyning taraqqiyotini to'sayotganligi, normal savdo harakatini siyosiylashtirayotganligi bilan ayblab azbaylagan va o'zining razilligini yushirish maqsadida hech bir tap tortmasdan Amerikani afrikalik amerikaliklarni kamsitish, Osiyoga qarshi o'chmanlik va islom dushmanligi bilan ayblash orqali tarixdagi Gitlerning cho'ng qirg'inchiligidan eshib ketgan Sharq Turkistondagi vahshiy irqiy qirg'inchiligi va islom dushmanligini yo'gab, chekidan oshgan nomussiz mutamlikini oshkorlagan. Aqsaray e'lon qilgan bayonotda Sharq Turkistondagi majburiy emgakka tutgan pozitsiyasi yaqinda Angliya Kornival yig'inida ko'rishgan G7 rahbarlarining qo'llashiga erishganligi ko'rsatildi. Amerika Avstraliyaning Xitoy virusining kelib chiqishi haqidagi mustaqil tekshirish chaqiriqini qo'lladi. Yangi bir tadqiqot dokladida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishining sirtida chet eldagi 30 ga yaqin davlatda yashayotgan Uyg'urlarga ziyonkashlik qilayotganligi. Buning asosli sababi bu sohibxon davlatlar hukumatlarining Xitoyning kuchi va ta'siridan qo'rqadiganlikdan bo'layotganligi oshkorlandi. Xitoyning Uyg'urlarni davlat hal qilgan bostirishida bo'shliq qolmadi degan temada yozilgan dokladda Xitoyning chegara sirtidagi Uyg'urlarni jimiqtirishda qo'llangan usullari tekshirildi. Oksius jamiyati O'rta Osiyo ishlari va kishilik huquq tashkiloti birlikda tuzgan dokladda dunyodagi kam deganda 28 davlatning Uyg'urlarga parakandichilik selishi va qo'rqitishga yordam berganligi. Buning ichidagi O'rta Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarining eng nachar jinoyatchi ekanligi o'ttirg'a qo'yildi. Oksius jamiyatining tadqiqot direktori, dokladning avtorining biri Bradley Chardinning Amerika ovozi radiosiga bildirishicha, Xitoy boshqa davlatlarda yashaydigan Uyg'urlarni qo'rqitish uchun josuslik yumshoq detali ishlatish va hakkerlik qilishdan tortib, nishonga ilingan shaxsga qizil uqtirish tarqatishgacha bo'lgan nurg'un usullarni qo'llangan. 2017 yildan boshlab Xitoy chet elning noroziligini qo'zg'amaslik uchun eng ko'p qo'llangan usullar shaxslarning Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda yashaydigan tuqqanlarga tutqun qilish bilan tahdid solish. Ba'zi ahvollarda faoliyatchining inovatini to'kish uchun hukumatga tuhmat chaplash faoliyatining bir qismi sifatida oila yaqinlarini faoliyatchining masalalarini jamiyatga oshkorlatishdan iborat. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bu dokladga baho berish talabiga darhol javob qaytarmadi. O'tgan necha 10 yilda Xitoyning surgunga qarshi turish strategiyasi nishonining siyosiy jihatda aktiv bo'lishiga yuzlanganligini, 2017 yildan buyon keng ko'lamlik bostirishning boshlanishi va Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining ko'payishi bilan ko'rinarli o'zgarganligini, shuningdek keyin Xitoy musulmonlar dunyosiga joylashgan sezgir davlatlar tizimidagi har qanday Sharqiy Turkistonlikni nishonlashga boshlaganligini, Uyg'urlarni davlat hal qilgan bostirishning eng chong jinoyatchilarining
Pakistan, Misr, Saudiya Arabiston va Turkiya qatorliq musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlar ekanligini, bu davlatning ba'zilarining ojiz, oz sonliq millatlarni qonun jihatda qo'g'dimaydiganligini, qonun bilan idora qilish kuchi ojiz yoki oson siyosiy aralashishga uchraydiganligini, O'rta Sharqning Xitoyning yer sharini qo'rqitish harakatining munbat tuprog'iga aylanganligini aytdi. Dokladda ko'rsatilishicha, bu xil delo tunji qatim 1997 yili Pokistonda yuz bergan bo'lib, ayni vaqtda Pokiston Xitoyga Xitoy bo'lgunchi deb ayblagan 14 Uyg'urni tutib bergan. 14 kishining hammasiga Xitoy jazo bergan. Dokladda ko'rsatilishicha, 1997 yildan 2016 yili 12 oygacha Xitoy 23 davlatdagi 851 dan ortiq Uyg'urni tutqun qilgan. 2017 yildan boshlab Xitoyning harakati zo'r darajada kengaygan. Natijada oz deganda 695 Uyg'ur 15 davlatdan tutqun qilinib Xitoyga topshirib berilgan. Chardinga nisbatan buning eng yorqin misoli 2017 yili Misrda yuz bergan bo'lib, Xitoyning talabiga asosan Misr soqchilari Uyg'ur o'quvchilarini qo'lga olib Xitoyga topshirgan. Ba'zilari Turkiyaga ketishga majbur bo'lgan. Chardin bu ogohlantirish belgisi. Chunki Xitoyning terrorlikqa qarshi turishi boshlanishi bilan siyosiy jihatda harakatsiz Uyg'urlarmi Xitoy davlatining nishoniga aylandi dedi. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyga Uyg'urlarni topshirib bergan davlatlar iqtisodiy jihatda Xitoyga tayingan. Ular Beijing bilan suhbatlashganda chet ellarda yashaydigan Uyg'urlarni huzur qiladi ekan. Bu davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy yoki bexatarlik munosabati intayin kuchli bo'lib, mablag' selish, e'tibor berish yoki harbiy qattiq detal bedeliga Uyg'urlarga zarba berilgan. 2013 yili bir balvoq bir yo'l tashabbusining yo'lga qo'yilishi dunyoning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini cho'nqurlashtirishga, Xitoyning dunyodagi o'rnining ko'tarilishiga yo'l ochgan. Dokladning avtorlaridan biri bo'lgan Edward Limonning aytishicha, dunyodagi har qaysi davlatlar Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni cheklash iqtidoridan Xitoyning davlat xalqiga bostirishini to'sish iqtidori texmi cho'ng ekan. U hukumatlar Uyg'urlarni qaytarib berishni rad qilsa bo'ladi, chunki ular qiyin qistoq va xo'rinishga uchraydi. Hukumatlar musofirlar va ko'chmanlar formasini kuchaytirib, Sharq Turkistondagi vahshiylikdan qochqanlarga bexatar panoh joy barpo qila oladi. Ular yana Uyg'urlarni nazorat qilish va parakandichilik selishga ishlatadigan texnik shirkatlari va Xitoy hukumati uchun oldingi qatorda turadigan diaspora gruppasi tashkilotlarni o'z ichiga olgan qo'g'duvchilarning to'rini cheklay oladi dedi. Amerika va Tayvan uzilib qolgan savdo va mablag' selish suhbatini jonlantirib, suhbatga qarshi chiqqan Xitoyning arxeologiyalik qazishdagi ta'minlash zanjirini majburiy emgakdan ozod qilishga va'da berdi. Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi savdo suhbati 2016 yildan keyin tunji qatim chorshanba kuni o'tkazildi. Vakillar o'miki o'zlarining ishchilarni markaz qilgan savdo siyosatini qo'llash uchun demokratik sherik sifatida ishlaydiganligini, yer shari ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka qarshi turishni nishon qilganligini aytdi. Suhbatga rahbarlik qilgan Amerika savdo vakili Amerika va Tayvanning bu masalani hal qilish uchun yangi emgakchilar guruhi quradiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bu ayblashlar Xitoyning kunsiri eshishini kontrol qilish, sanoatda ayrimchilik qilishni kun tartibga ilib kelishdan iborat ekanligini, uning amalga oshmaydiganligini aytdi. 6 oyning boshlarida Xitoy Tayvan Amerika savdo suhbatining boshlanishiga qarshilik ko'rsatib, Tayvanning Xitoyning o'zining zamini ekanligini aytgan edi. Oilam nada degan temada ilib berilayotgan namoyish oylardan beri Istanbulda davomlashib kelmoqda. Sharq Turkistonlik qarindoshlar xabar ololmagan va ya tutqun qilingan Sharq Turkistondagi oila a'zolarining Uyg'ur sarxillarining rasmlarini ko'tarib, o'l yig'in Pizg'irim aptoqqa qaramay, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish bilan birga Xitoyni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, dunyoni Beijing 2022 yillik qishloq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqirmoqda. Namoyish maydonida dunyoni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb unutishga, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini, assimilyatsiyasi va ishg'oliyatini to'xtatishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga chaqiriq qilgan lozungi esildi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning
Bir insonning o'zining melini qo'g'dab o'lib ketsa, o'zining ahlini qo'g'dab o'lib ketsa, o'z dinini qo'g'dab o'lib ketsa shahid bo'lganligini. Kimki musulmonni ozod qilsa, ozod qilgan musulmonning har bir a'zosining barobarida ozod qiluvchining shu a'zosi do'zaxdan ozod bo'ladiganligini aytganligi hadislardan ma'lum. Vatan va xalqni qutqizish taqozo qilinganda o'zining jini va melini qutqizish to'g'ri emas. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.